Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mayin va yumshoq chiqadigan shifon biskvit tayyorlashni o'rganamiz. Orasiga bemalol har xil nachinkalar qilib, 4 ta seli bo'ladi. Bu biskvit o'rgan vasila. Birinchi qiladigan ishimiz tuxum oqiga yarim shakarimizni solib olamiz va alohida idishda tuxum sarig'iga ham qolgan yarim shakarni solib olamiz. Va ikkalasini ham yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tuxum sarig'ili massamizga salat yog'i, sut solib, vanilli pasta solib, yana bitta yaxshilab mikser qilib olamiz. Endi bu massamizga elangan unimizdan oz-ozdan solib, lopata yordamida aralashtiramiz va ikkinchi etapida ko'pirtirilgan tuxum oqini ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu ishimiz shu 4 ta etapda takrorlanadi. Ya'ni ko'pirtirilgan tuxum oqimizni va elangan unimizni tugaguncha solib aralashtirib olamiz shu usulda. Tayyor bo'lgan biskvit massamizni 20 diametrli qolip tagini folga bilan o'rab, massamizni solib olamiz va qizgan duxovkada 160-170 gradusda 40-45 daqiqa atrofida pishirib olamiz biskvitimizni. Yaxshilab sovigandan keyin qolipdan ko'chirib olamiz. Stretchlab bemalol xolodilnikda saqlasangiz bo'ladi, bir hafta davomida ham. Keyingi darsda esa aynan ushbu biskvit asosida tayyorlangan sizlarga qulupnali nachinkali shunaqa tort tayyorlanishini o'rgataman. Albatta sahifalarimga obuna bo'lishni unutmanglar.